Hozir mana bir firmamizda 18 milliard ostatga tovar. Ya'ni ko'pchilik tadbirkorlar ostatga tovarning muammosi yo'q deyapti-da, yillar davomida ishlayapti. Ostatga tovari milliard bo'lib ketyapti. Masalan, prihodga tovarni olyapti, endi es to'lamaslik uchun ostatkani ko'paytirib boryapti. U albatta u ostatga soliqda ko'rinmaydi, meni tekshirmayapti degani emas. U sizga ogohlantirilyaptimi? Demak, u albatta soliqda ko'rinib, balansda topshirilyaptimi? U narsa o'zi siz kimlardir tovarni sotib olyapsiz, kimgadir sotyapsiz. U narsa o'sha soliqning bazasida turibdi. Ostatga tovaringizni ertaga sayyor tekshiruv kelib yoki audit tekshiruvi kelib, shunda ostatga tovaringizni aniqlasa, albatta katta summaga albatta jinoiy ish ochiladi. Ostatga tovaringizni topib bera olmasangiz, 20% jarima, 12% soliq to'laysiz. Shuning uchun ostatga tovarga e'tiborli bo'laylik.